Kanikulga chiqayotgan bolajonlarimizni qornilarini to'xtatadigan, sizdan bo'lsa ko'p vaqt talab qilmaydigan bulichka pishirishni o'rganamiz. Diqqat qilamiz, shu jarayon ko'ngildagidek chiqsa, bulichkalarimiz paxtadek yumshoq chiqishiga shubha yo'q. Iliq sutga 1 osh qoshiq shakar, dro'jja solib aralashtirib, ustini 5 daqiqaga yopib, shu holga keltiramiz. Elangan un ustiga iliq suv, qo'shimcha shakar, xamir oshirishga tayyor turgan apparamizni va tuxum oqi, yog' solib, qo'shimchasiga bor mehrimizni berib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimizni tezgina 4 qismga bo'lamiz. Tayyor zuvalalarni ko'p kuttirmasdan, xuddi videoda ko'rganingizdek qilib yoyib, yengilgina yog' surib, yana 4 ga bo'lamiz. Har bitta bo'lagini shu ko'rinishda taxlab, o'rab chiqamiz. Xamir oxiriga yetgan joyini bo'lsa, yaxshilab chimchilab, mahkamlab qo'yamiz. Ana endi ustini yopib, yarim soatga oshirishga qo'yamiz. Do'mboqqina bo'lib oshib ketgan bulichkalarimiz ustidan tuxum sarig'i surib, ustiga murabbo qo'yamiz. Qizib turgan gaz pechida chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarimiz ibodatlariga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin.